Mana biznesmen, tadbirkor akalarim, sizlar uchun zo'r joydan, zo'r lokatsiyadan, zo'r joy topib qo'yganmiz. O'zinglar bitta ko'rib qolinglar. Xo'p, bu yoq tarafilar Chilonzor metrosi bo'ladi. Chilonzor metrodan tushib kelish. Xo'p, o'ng tarafilar Yujniy vokzalga qarab ketish bo'ladi. Yo'lning u tarafida 16-gol больницasi mavjud bo'ladi. Mana yo'l shunoqani yuzida birinchi liniyada joylashgan, oldida qator aptekalar va жилой komplekslar bo'ladi. Mana shu yerda yo'l yuzida umumiy maydoni 5 sotkga ega bo'lgan uyimizda sotuvga qo'yilgan. Xo'p, fasad razmerini tushuntirib o'taman. Umumiy 14 metr tashkil qiladi. Uznasiga esa 36 metr. Hech qanaqa qing'ir qiyshuv joylari yo'q. Uzun to'g'ri burchak shaklida qurilgan. Umumiy 5 sotuv maydonimizda sotuvga chiqyapti. Xo'p, ichki tarafdan umumiy plandan ko'rishingiz mumkin. Akamiz aytishlari bo'yicha bu yerga жилой помещение sifatida foydalansangiz bo'ladi, kadastr qilib. Mana atrofida ham o'zi bitta zdaniya qurilgan, mana balangina va buni esa o'sha biznesmen akalar 3-4 etajli qilib, chiroyli qilib ko'tarsanglar bo'ladi. Sizlarning yaxshi tarafinglar mana oldida o'zini parkovka uchun mo'ljallangan joylari ham mavjud. Bunaqa yo'l yuziga taqalib chiqib qolmagan. Shunaqani mana yo'l yuzida shunaqa o'tgan ketgan odam ko'rsa bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, akalar umumiy 680 ming so'rashyapti. Yana tepasiga kelsanglar kelishadigan joylar bo'ladi va har doimliqi videoning tagida uy egalari nomerini yozib qo'yamiz. Kelib bemalol baraka qolsanglar bo'ladi.